parçalık haqida qissədiki ən küçtüngür palvan kim o? Jahondagi birinchi palvon Lyubo nechinchi ret kitizala? Bugun 3 parçalık haqida qissədiki oldingi 9 qator turadigan küçtüngürlər ret tartibini anglab baqaylik. 9-cu o'rindagisi bo'lsa Huangjong. Endi bu Huangjong Liubening 5 yo'lbos sanog'unning birisi. O'qiya aytish martida Beifa Beijong deydi. Ya'ni bir tal o'qilmu zoya qilmaydi ma Huangjong. O'qiya aytishning o'ziga va bilakning kuchi intayin ketadi. Ya kirishni ras suzib, qancha bek suzib, besimni qo'yib olsa o qo'ymay shuncha jiroqqa, shuncha ko'zlagan nishonga dal besimni tiga oladi. Eliqi mashq g'ayri qarasaqmi bu Huangjongning otgan o'qi mis cho'gini tish butikdi. Endi Hanjong hujum qildigan vaqtning o'zida bu yerdagi Zhuguliang bilan Liu Bei bu Huangjongni yoshga cho'ngib qoldilar. Yoshinib qoldilar. Bu qitim bu yurishga chiqmislar desa Huangjongning qattiq achchiq kuldi. Men yoshinib qolsam nim bo'pti deb jangdan qolmadim. Menga yosh bolada qiron vaqtimda İkital o'qiyani ko'rinish parçalık haqida qisdan ko'rganlar bildi. İkital yani mushunda qisqa kirishini tatib va yani oxir sundirib atadi. Qaranglar men kuchni o'qiyani tatib bu kirishini sundirib etish degan 70 yoshga kirgan odam ma bo'yimizdek odam. Lavada 30 yil oldiga surib baqili ma Huangjongni 30 yosh yashatib qo'yib baqili bir 40 yosh davri qaytib qo'yib baqsin. Qanda qo'yib ketdi. Demak bu yashangan sanğın Huangjongning bu kuchtingirligini qoyil olmay amalimiz yo'q. 8-ci o'rinda turduğunu Zhang Fei. Endi bu Zhang Fei'ning kuchtingirligi bu chiroyga, ovozini chiqib ketgan buqudek basti var. Masalan, bu Zhang Fei'ning qurolini yilonbosh nayza, eg'irligi 50 necha. Endi bu gerçek Guayu'ninki bu berder şemşirdek eg'ir olmasimi bunun yenik deyishga bo'lmaydi. Endi bu yerda Zhang Fei Jahondagi birinchi botir Liu bilan 2 qatim yekmi-yek urushidu. En ko'p urushqa vaqtda 100 necha marta tutishgan deydi. Mushundaq eg'ir qurolni ko'tarib, Liubodek dangliq botir kuchtingir bilan 100 necha marta muammo erishishning o'zidilar. Buning kuchtingirligi, chidamchanligining qanchalik cho'ng ekanligini his qilib bo'ldi. Yana bu yerga Liu Bei qo'shini Hanjong kirgan vaqtning o'zidimi Ma Chao bilan 200 marta urishdi. Boshda bu Ma Chaoning inisi kelsa bir nayza bilan urib otdan uchirib atadi. Men bilan urishmoqchi bo'lsam Ma Chao kelsin deb. Ma Chao kelib urishgandan keyin qarsangli kunduz urishib kashop ketib bo'lmay, chiroqni yiqib turib, telefonning chiroqlarini yiqib turib kechisi urishibdi-ku. Demek bu Ma Chao'dek bundaq botirlar bu kunduzni kashkolab turib, amay bu urushning o'zida buningmi badan tilisi kuchtingirligini tasavvur qila olamiz. Masalan, yana ko'rinish parchalik haqida qisdan ko'rganlar bo'ladi. Bular taqil Guayu, Liu Bei qatorliqlar tunishdan burun Guayu bunayliq tugmantashnib kuchini taqtiyotgan vaqtda Guayu bilan qasdan deyishkil bordi. Qarsa bu yerga Guayu purchoq setayotgan, yem setayotsangiz, purchoq setayotmagan bir o'chun purchoqni qo'liga elib, mushunda siqimdab oxirida un qilyotdi. Purchoqda tuting, purchoq unikan bu deb qasdan ishlabdim shada. Mushning qaranglar, purchoqni elib qo'lida siqimdab buni un qilib o'tishning o'zidilar. Buni bu bilakning kuchi bo'sh kuch emas, mana shundami? 7-o'rin tizillig'i bo'lsa, Saosauning o'g'li Saojang. Saojangni intayin kuchtingir palvon deydi. Saosau buni hech arslanim keldi deb maqtaydi-ku. Endi bu Saojangning taz yashash vaqti-ku bu jet qarsak intayin batur. Guayu'ning kalısnağısı var. Eliq o'qiyani bir nima chikoqni aytib dal tekkizdi bu. Hem bu Saojangni tug'ma shundaq kuchtingir tug'ilishdilarmas alamga, chelishqa, qilish nayziga qiziqib shundaq cho'ng bo'lgan. Buyumi intayin egizam noit bestlik. Hem bu Saojangni yo'lvasni quruq qo'l o'ldirgan deydi. 3 parchalik haqida qissadimi? Yo'lvas o'ldirgan baturdan ikkisi var. Suv bo'yda yo'q bu. Bumi shu Wusunga o'xshashlar yo'lvasni quruq qo'l o'ldirgan deb maqtaydi. Demak, mushnondillar bu Saojangning kuch-quvvatining qanchalik kuchli ekanligini his qila olamiz. Hatto oldingi o'rin palvonni davomli qilganlar olsa, meni Guanju qilib birdan yurak berib qo'yinglar. Keyingi sanni tezlik yo'llab beraman.